Tasavvur qilaman, agar siz bosgan bo'lsangiz, demak siz Brawl Stars akkauntingizni free to play o'yinchi sifatida rivojlantirmoqchi yoki hatto maksimal darajaga yetkazmoqchisiz. Yaxshi, siz to'g'ri ish qildingiz, chunki ma'lumot izlash juda muhim, ayniqsa yangi boshlaganingizda bu umuman ham oson emas. Hatto eng tajribali o'yinchilar ham o'yinda eng optimal tarzda rivojlanishga yordam beradigan barcha hiyla-nayranglarni hali ham bilishmaydi. Shuning uchun bugun men sizga Brawl Starsda bepul o'yinchi sifatida rivojlanishingizga yordam beradigan 5 ta maslahatni taklif qilaman. Bu zamonaviy maslahatlar sizning rivojlanishingizni tezlashtiradi va o'yinda pul sarflamasdan oldinga siljish uchun aniq usullar beradi. Bu yerda maqsad akkauntingizni maksimal darajaga yetkazish, ya'ni o'yinda ochilishi mumkin bo'lgan barcha qahramonlar va boshqa narsalarni ochishdir. Shuning uchun chin dildan maslahat beraman. Videoning oxirigacha qoling, chunki haqiqatan ham sizga yordam beradigan maslahatlar bor. Agar bu yerda yangisiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizga ishonaman va kichik bir like bosing. Bir o'tkazmoqchiman. Haqiqatan ham ushbu videoni ko'rayotgan har bir kishi like bosib qoldirsin, shunda qancha odam ko'rayotganini bilamiz. Agar hammasi tayyor bo'lsa, videoni boshlashni taklif qilaman. Demak, eng avvalo taraqqiyot qilish uchun imkon qadar ko'proq brawlerlarni ochishingiz shart. Shu sababli ushbu videodagi 5 ta maslahat aynan shu maqsadga erishishingiz uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun endi vaqtingizni bekorga sarflamaymiz. Birinchi maslahat faol bo'lish. Har kuni tizimga kirishingiz shart. Ba'zi yangi boshlovchilar har kuni tizimga kirish nima uchun muhimligini tushunmasligi mumkin. Bu juda oddiy. Faol bo'lsangiz, o'ynamasangiz yoki mukofotlarni olmasangiz yo'qolib ketadigan sovrinlarni ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Masalan, Brawl Starsda har kuni bepul 6 ta yulduzli sovrin beriladi. Buning uchun faqatgina bir marta g'alaba qozonishingiz kerak. Bu juda oddiy. Va shu yulduzli sovrinlarda siz oltin, kuch ballari yoki hatto brawlerlarni ham bepul olishingiz mumkin. Bu mukofotlar muhim va o'yinda bepul rivojlanishingizga katta yordam beradi. Agar siz muntazam bo'lib, har kuni tizimga kirib tursangiz, juda ko'p sovrinlarni toplashingiz mumkin. Keling, do'konni misol qilib olaylik. Har kuni do'konda yangi sovga yoki agar sizda Brawl Pass Plus bo'lsa, hatto 2 dona sovga paydo bo'ladi va ularni olishni kutadi. To'g'ri, bu sovgalar har doim ham ajoyib bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zida omad kulib boqib katta sovrin yutib olishingiz ham mumkin. Bu sovgalar, masalan, bir vaqtning o'zida juda ko'p kuch ballarini yoki ko'proq kreditlarni ochib beradigan mega sovgalar bo'lishi mumkin. Agar siz bu katta sovgani olib qolmasangiz, uni yo'qotasiz. Boshqa safar uni ko'rmaysiz yoki eng kamida yana bir marta katta sovga chiqishini uzoq kutishingizga to'g'ri keladi. Yana bir juda muhim maslahat, o'zingizga klub toping. Bu albatta do'st orttirish yoki suhbatlashish uchun emas, lekin ba'zida bu ham foydali bo'lishi mumkin. Lekin Mega Pickga kirish uchun siz klubga qo'shilishingiz kerak bo'ladi. Mega Pick butun klub uchun yirik jamoaviy sinf bo'lib, unda yulduzli sovrinlarni ochish mumkin. Ma'lum vaqtlarda chiptalar yordamida siz butun klubga ushbu tadbir davomida oldinga siljishga yordam beradigan o'yinlarni boshlash imkoniyatiga ega bo'lasiz, agar yutsangiz. Oxirida esa barcha klub a'zolari chochqachani ochishlari mumkin va klub qanchalik oldinga borgan bo'lsa, chochqacha shunchalik to'la bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, siz faol klub topishingiz va eng asosiysi, o'zingiz ham faol bo'lib, klubning jamoaviy harakatiga hissa qo'shishingiz kerak bo'ladi. Maqsad esa chochqachani maksimal darajada to'ldirish bo'ladi. Chochqacha to'la bo'lgach, siz 20 tagacha yulduzli sovrin olishingiz mumkin va agar birinchilar qatorida bo'lsangiz, qo'shimcha yulduzli sovrinlarga ega bo'lasiz. Oddiy qilib aytganda, agar siz birinchi bo'lib tugatsangiz va chochqachangiz to'la bo'lsa, bir vaqtning o'zida 4 kundan ortiq yulduzli sovrinlarni olishingiz mumkin. Bu juda katta imkoniyat va siz albatta mega chochqani to'ldirib birinchi o'rinda bo'lishingiz kerak. Yaxshi, agar birinchi bo'lmasangiz ham muammo emas, asosiysi mega chochqa to'la bo'lsa bo'ldi. Klub topish uchun siz Brawl Starsda mana shu tugmani bosib oddiygina qidirishingiz mumkin. Agar klub sizga mos kelmasa, undan chiqishdan qo'rqmang. O'zingizga faol klub toping. Agar yordam kerak bo'lsa, mening Discord serverimga qo'shilishingiz mumkin. U yerda siz klub yoki hattoki jamoadosh topish uchun tugmani topasiz. Klubingiz bilan kichik odatingizni yo'lga qo'yganingizdan so'ng, sizga aytishim mumkinki, akkauntingizda juda tez rivojlanasiz. Shuning uchun faol bo'lib qolish juda muhim bo'ladi. O'yinda har kuni tizimga kiring, 6 yulduzli mukofotlaringizni oling, do'kondagi sovg'alarni va ayniqsa takliflarni tekshirib turing. Ba'zan juda qiziqarli takliflar chiqadi. Ular sizga o'yinda rivojlanishingizga yordam beradi. Ikkilik deb belgilangan takliflarga bormang. Ular aslida arzimaydi. Buning o'rniga 4 marta, 5 marta yoki hatto 6 marta bo'lgan takliflarni qidiring, ya'ni taklif 5 marta aytilgan bo'lsa, uning haqiqiy qiymatidan 5 barobar arzonroqdir.
Shuning uchun har bir taklifni diqqat bilan ko'rib chiqing va foyda zararini solishtirib, uni sotib olishga qurbingiz yetadimi, aniqlang. Bundan tashqari har kuni o'ynash orqali ochilishi mumkin bo'lgan bepul mukofotlardan tashqari siz ko'plab yangi rejimlarni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ularning ba'zilari vaqtincha va juda oson tarzda kuboklar yutib olish imkonini beradi. Masalan, Godzilla rejimida ayrim jamoa tarkiblari hammasini yengib o'tadi. Agar siz faol bo'lmasangiz, bu rejimni o'ynamaysiz va shuning uchun juda oson tarzda kuboklar yoki boshqa mukofotlarni qo'lga kiritish imkoniyatini boy berasiz. Shuningdek, topshiriqlaringizni tekshirish ham juda muhim bo'ladi. Har kuni sizda kundalik topshiriqlar bo'ladi. Bu topshiriqlarning o'ziga xos tomoni shundaki, ular 24 soatdan keyin yo'qoladi. Shuning uchun har kuni o'zingiz uchun bir tartib yaratishingiz kerak bo'ladi. Yangi kundalik topshiriq nima ekanini tekshirib ko'ring va eng asosiysi, uni bajarishni birinchi o'ringa qo'ying. Masalan, mening holatimda men 60 zarba ochkosini yetkazishim kerak. Va mening boshqa kundalik topshirigim ham aynan bir o'yin rejimida 60 zarba ochkosini yetkazishdan iborat. Bu topshiriqlarni hoziroq bajarib olamiz. Mening holatimda bu juda oddiy. Men shunchaki Game Grab yoki Duo Shomdomni o'ynab 60 zarba yetkazsam, ikkala kundalik topshirigim ham bir vaqtning o'zida bajariladi. Bu ko'p vaqt olmaydi va Brawl Passda rivojlanish uchun juda muhim bo'ladi. Qancha ko'p topshiriq, ayniqsa kundalik topshiriqlarni bajarsangiz, shuncha ko'p olasiz va Brawl Passda oldinga siljish osonroq bo'ladi. Brawl Pass esa o'yinda rivojlanish uchun haqiqiy xazina hisoblanadi. Bu siz intilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa desam adashmayman. Faqatgina bepul Brawl Passning o'zida siz 8 oltin tanga, 1 kredit va 2 kuch ballini olasiz. Bu o'yinda oldinga siljish uchun juda katta yordam. Ko'rib turganingizdek, faol bo'lish Brawl Starsda rivojlanish uchun juda muhim. Foydalanishingiz mumkin bo'lgan har bir imkoniyat muhimdir. Agar bir necha kun tizimga kirmasangiz, do'kondagi YouTube yoki Brawl Stars tomonidan beriladigan yulduz sovrinlarini qo'ldan boy berishingiz mumkin. Bepul o'ynovchi sifatida har bir qo'shimcha yulduz sovrini siz uchun ahamiyatli va ularni ochib olishingiz kerak. Shuning uchun doimo faol bo'ling va Brawl Stars yangiliklaridan xabardor bo'lib boring. Ba'zi paytlarda Brawl Stars do'konda yaqinda bo'lgani kabi yulduz sovrinlarini taklif qilishi yoki ularni ochish uchun havolalar berishi mumkin. Agar siz faol bo'lmasangiz yoki yangiliklardan xabardor bo'lmasangiz, ularni ochishning iloji bo'lmaydi. Albatta, bu sizning asosiy taraqqiyotingizni tashkil qilmaydi, lekin undan foydalanib qolish har doim foydali. Endi siz faol bo'lsangiz, navbatdagi masala kreditlaringizni oshirish bo'ladi. Shunday ekan, siz faol bo'lsangiz ham, agar kreditlaringiz bo'lmasa, uzoqqa bora olmaysiz. Kreditlar Brawl Starsdagi eng muhim valyutalardan biridir. Ular yordamida siz jangchilarni ochishingiz mumkin. Shuning uchun o'yinda rivojlanish uchun kreditlaringizni oshirishingiz shart bo'ladi. Ularni ochish uchun esa sizda bir nechta imkoniyatlar mavjud. Birinchidan, Brawl Passda agar uni to'liq bajarsangiz, 1000 ta kredit olasiz. Bundan tashqari, agar bonus mukofotlarini olsangiz, Brawl Pass oxirida yulduz sovrinlarini ham qo'lga kiritasiz. Chunki agar mavsum oxirigacha hech bo'lmaganda biroz faol bo'lsangiz, Brawl Passni tugatgan bo'lasiz va natijada ochish uchun yulduz sovrinlaringiz bo'ladi. Kreditlarga qaytadigan bo'lsak, ularni ham aynan shu yulduz sovrinlardan ochishingiz mumkin. Lekin bu hammasi emas. Ularni do'konda ham topasiz. Eng muhimi esa mana shu. Masterisda ham bor. Har bir brawlerning o'ziga xos masterisi bor. Bu sizga noyob mukofotlar to'plamini beradi, ya'ni oltin, kuch ballari va eng asosiysi, kreditlarni olishingiz mumkin. Shuning uchun sizda bor brawlerlarning masterisini oshirish uchun qo'lingizdan kelgan hamma narsani qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki ochish uchun juda ko'p kreditlar bor, lekin agar sizda brawlerlar bo'lmasa, bu kreditlarni olishning iloji yo'q. Shuning uchun o'zingizda bor brawlerlarni va ayniqsa o'ynashni xohlaganlaringizni hisobga oling. Masalan, sevimli brawleringiz Broki bo'lsa, unda aynan uni o'ynang. Qancha ko'p o'ynasangiz, masterida shuncha tezroq rivojlanasiz va kreditlarni ochasiz. Bu sizga yangi brawlerlarni ochishga va o'z navbatida yanada ko'proq kreditlarni olishga imkon beradi. Ko'rib turganingizdek, bu deyarli uzluksiz aylana jarayon. Shuning uchun brawlerlaringiz uchun barcha masterilarni to'liq bajarishni ustuvor vazifa qiling va Silver 3 masterida to'xtang, chunki undan keyingi mukofotlar faqat bonus bo'lib, o'yinda rivojlanishingizga yordam bermaydi. Tasavvur qilishingiz uchun 5-800 ochko 150 kreditga teng. Demak, shu darajada siz o'yinda rivojlanishingizga yordam beradigan barcha mumkin bo'lgan mukofotlarni ochgan bo'lasiz. Keyin esa 1300 ochkoda siz shunchaki Broki emojisini olasiz. Faqatgina Broki emojisini ochish uchun sizga 2 barobar ko'proq vaqt ketadi. Shunday ekan, iloji boricha tezroq va osonlik bilan taraqqiyotga erishmoqchi ekansiz. Kumush 3 mahoratidan nariga o'tmang va masteringizda oldinga siljiganingiz sari siz mantiqan trop hiroat bo'ylab ham rivojlanasiz va bu ham sizga kreditlarni ochishga imkon beradi.
Misol uchun 3700 kubokda men 400 ta kredit to'plashim mumkin. Bu esa aslida juda yaxshi. Albatta bu faqat kreditlar emas. Siz oltin, yulduz mukofotlari, ba'zan esa hatto mifik yoki afsonaviy yulduz mukofotlarini ham olasiz. Demak, Brawl Stars'ni qancha ko'p o'ynasangiz, shuncha ko'p mukofot olasiz. Biroq, darhol ogohlantirib qo'yay, bu oson bo'lmaydi. Siz juda ko'p va har kuni o'ynashingizga to'g'ri keladi. Brawl Pass'ni bir zumda tugatib bo'lmaydi. Shuni ham aytmoqchimanki, faqat kreditlarga e'tibor bermang. Albatta bu o'yindagi eng muhim valyuta menimcha. Lekin oltin, quvvat nuqtalari va qimmatbaho toshlar ham xuddi shunday muhim. Shuning uchun ham Brawl Pass'ni birorta bosqichini o'tkazib yubormasdan to'liq yakunlashingiz shart. Uni qancha tez tugatsangiz, bonus yulduz mukofotlarini olish imkoniyatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Va sizga aytishim mumkinki, oxir-oqibat shu yulduz mukofotlarini yigib, juda ko'p oltin kuch ballariga ega bo'lasiz. Va bu mukofotlarning barchasiga ega bo'lganingizdan so'ng tejashni boshlashingiz kerak bo'ladi. Ko'pgina ustaligingiz ancha rivojlangan, bir nechta jangchilarni ochgansiz, to'g'ri yo'ldasiz. Biroq afsuski, ko'pchiligingiz resurslaringizni noto'g'ri boshqarish xatosiga yo'l qo'yasiz. Resurslaringiz juda qimmatli va o'yinda rivojlanish uchun ularni oqilona sarflashingiz kerak bo'ladi. Avvalo olmoslaringizni boshqaring. Iloji boricha ko'proq tejashingiz kerak. Tasavvur qiling, siz bankdasiz va jamg'armangizni imkon qadar ko'proq saqlamoqchisiz. Xo'sh, bu yerda ham shunday. Olmoslaringizni faqat takliflarni sotib olish uchun ishlating. Aslo jangchilar yoki undan yomoni skinlar uchun emas. Takliflar deganda aynan oltin yoki kuch ballarini ochadiganlarni nazarda tutaman. Ajoyib kosmetik buyum sotuvda va sizning yagona xohishingiz olmoslaringizni sarflab uni olish. Lekin bu juda katta xato. Olmoslar o'yinda takliflarni sotib olish uchun mo'ljallangan, siz rivojlana olasiz. Agar skin sotib olmoqchi bo'lsangiz, blinglaringiz bor. Bu aynan shu maqsad uchun yaratilgan valyuta. Katalogga kirib, xohlagan skiningizni tanlab, yetarli blingingiz bo'lsa, uni sotib olishingiz mumkin. Blinglarni yulduz sovrinlaridan yoki ayrim tadbirlarda ham qo'lga kiritish mumkin. Shuning uchun bu borada xavotirga o'rin yo'q. Resurslaringizni boshqarish ularni qanday sarflashni bilishni anglatadi. Olishingiz mumkin barcha oltin va kuch ballari osonroq rivojlanishga yordam beradi. Ular yordamida brawlerlaringiz darajasini oshirishingiz, gadjetlar yoki yulduz kuchlarini sotib olishingiz va o'yinda osonroq rivojlanishingiz mumkin. Shuning uchun qaysi brawlerni yangilashni tanlashingiz kerak. Agar o'sha brawlerni bilmasangiz yoki keyin uni o'ynamayman deb o'ylasangiz, uni 11 darajaga ko'tarmang. Bundan yomoni, janjalchi uchun hammasini sotib olmang. Ba'zi odamlarni ko'raman, ular yangi brawler ochilishi bilan darhol barcha gadjetlarni, barcha yulduz kuchlarini va barcha jihozlarni sotib olishadi. Bu mutlaqo mantiqsiz ish. Agar siz bepul o'ynovchi bo'lsangiz, oltin juda qimmatli. Agar siz biror brawlerni 11 darajaga ko'tarsangiz, qolgan brawlerlaringiz 8 darajada bo'lsa, bu ideal holat emas, lekin bu katta muammo emas. Chunki bu 11 darajadagi brawler keyinchalik siz yaxshi natijalarga erishganingizda doimo foydali bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan esa, oltiningizni hech qachon ishlatmaydigan yoki umuman kuchsiz bo'lgan biror jihoz yoki yulduz kuchiga bekorga sarflash, bu haqiqatan ham isrofgarchilik. Bu oltinni hech qachon qaytarib ololmaysiz. Men ham o'zim shu xatoni qilganman va hozir buni tushunib yetyapman. Men El Costa uchun 1000 oltinga qalqon sotib oldim. Garchi u mutlaqo foydasiz bo'lsa ham. Men hech qachon El Tostoda qalqondan foydalanmayman. U allaqachon tankur. Bu umuman foydasiz va ahmoqligim sababli 1000 oltinimdan ayrildim. Ko'rib turganingizdek, pulingizni qayerga sarflayotganingizga juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu yulduz kuchini sotib olish oqilona ishmi? Haqiqatan ham bu gadjetni sotib olishingiz shartmi? Oltiningizni sarflashdan oldin bir necha bor o'ylab ko'ring. Sotib olgan narsangizdan afsuslanish ahmoqlik bo'ladi. Yana bir juda muhim maslahat, akkauntingizni optimallashtiring. Bilganingizdek, resurslaringiz qimmatli va ularni oqilona boshqarishingiz kerak. Akkauntingizni imkon qadar muvozanatli qilib optimallashtirishingiz kerak bo'ladi. Keling, tushuntiraman. Ba'zilaringizda yomon odat bor. Ayrim jangchilaringizni bir darajada qoldirib, umuman o'ynamaysiz. Lekin shu bilan birga bir nechta mashhur jangchilarni 11 darajagacha ko'tarasiz. Shunday qilsangiz, taraqqiyotingiz ancha sekinlashadi. Chunki bir nechta jangchi bilan juda kuchli bo'lasiz, lekin qolganlarchi. O'sha jangchilar bilan ham o'ynashingiz kerak. Agar rivojlanishni istasangiz, aynan shuni qilishingiz zarur. Ba'zi jangchilarni shunchaki yoqtirmaganingiz yoki ular kuchsizroq bo'lgani uchun chetda qoldirib qo'yishga haqqingiz yo'q. Baribir ular bilan ham o'ynashingiz kerak. Bosqichma-bosqich harakat qiling. Avval barcha jangchilaringizni 7 darajagacha, so'ngra 9 darajagacha ko'tarib, yulduz kuchlarini oching. Buni bajarganingizdan so'ng kuchli gadjet yoki yulduz kuchlarini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin har bir jangchi uchun shunchaki gadjet tanlab olmang. Masalan, agar yetarli oltiningiz bo'lmasa, gadjetni aqlli tanlang. Faqatgina jangchilar uchun zarur bo'lgan gadjetlarni oling.
Yulduz kuchlariga ham shu narsa tegishli. Har bir jangchi uchun gadjetingiz bo'lmasligi mumkin, lekin hech bo'lmaganda akkauntingiz muvozanatli bo'ladi. Barcha jangchilaringiz asosan bir xil darajada bo'ladi va siz rivojlanishda davom eta olasiz. To'g'risini aytganda, ba'zi gadjetlar yoki yulduz kuchlari boshqalarga qaraganda ancha kam ahamiyatli va siz barcha jangchilaringizni bir xil darajaga ko'tarishda ularsiz ham yurishingiz mumkin. Barcha jangchilaringizni 11 darajaga ko'targaningizdan keyin, ana shunda o'zingizga boshqa yulduz kuchlarini, biror jangchi uchun ikkinchi yulduz kuchini yoki hatto qo'shimcha jihozlarni sotib olishga ruxsat bera olasiz. Biroq yodingizda tutingki, ma'lum miqdorda oltinni saqlab turishingiz kerak. Chunki yangi jangchini ochganingizda uni yangilash uchun oltin kerak bo'ladi. Agar jangchilaringiz 11 darajada bo'ldi deb barcha resurslaringizni sarflab yuborsangiz, shuni aytishim mumkinki, tez orada hafsalangiz pir bo'ladi. Chunki hatto biror jangchini 5-darajaga ham ko'tara olmasligingizni tushunasiz. Tejamkorlik haqida gap ketganda, kichik bir chekinish qilmoqchiman. Agar sizda haqiqiy motivatsiya bo'lsa, Brawl Pass Plus'ni sotib olish imkonini beradigan bepul usullarni qidirib ko'rishingiz mumkin. Bu o'yindagi eng muhim elementlardan biri, chunki u sizga juda ko'p oltin, kuch ballari va qo'shimcha mukofotlar beradi. Agar siz ushbu Brawl Pass Plus'ni sotib olish uchun haqiqiy pul topish yo'lini topsangiz, juda katta ustunlikka ega bo'lasiz. Va darhol shubhali saytlar, firibgar reklama yoki boshqa shunga o'xshash narsalarni unutib qo'ying. Pul osmonda uchmaydi. Shuning uchun bu on 2 yevroni olish uchun vaqtingizni sarflab, biroz pul ishlash imkonini beradigan usul yoki ilovani topishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu hamma uchun emas va ko'p vaqt talab qilishi mumkin, lekin sabr bilan albatta maqsadingizga erishasiz. Men sizga ushbu on 2 yevroni topish yo'llarini o'rganish uchun YouTube'dagi darsliklarni ko'rishni tavsiya qilaman. Shuningdek, YouTuberlar bilan omad sinab ko'rishingiz ham mumkin. Ba'zan ayrim YouTuberlar Brawl Pass Plus'ni sovg'a qilishadi. Shuning uchun diqqat bilan kuzatib boring va ehtimol siz ham shu mashhur Brawl Pass'ni ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Masalan, men o'zim ham ba'zi kichik sinovlar orqali obunachilarimga Brawl Pass sovg'a qilganman. Albatta, bu usul faqat sizlarning kichik bir qismingizga to'g'ri keladi. Bu yo'l bilan har oy bepul Brawl Pass Plus olaman deb o'ylamang. Shunchaki asta-sekin ozozdan pul yigib Brawl Pass Plus sotib olishga yetkazishingiz mumkin. Lekin bu joyda biz biroz Brawl Stars mavzusidan chetlashib ketdik. Agar siz Brawl Pass Plus'ni ola olmasangiz ham, bu unchalik katta muammo emas. Oddiy Brawl Pass ham yetarli darajada yaxshi. O'yinda resurslarni yigib olganingizdan so'ng 4-maslahatga amal qilishingiz kerak. Aqlli o'ynang. Vaqtingiz qadrli va uni bekorga sarflashga haqqingiz yo'q. Agar tezroq rivojlanishni istasangiz, kunlik xaritalardan chetda bo'ling. Trop Heroat bo'ylab oldinga siljish va ko'proq mukofotlarni ochish uchun kuboklar yutib olish mumkin bo'lgan rejimlarda o'ynaganingiz ma'qul. Siz shuningdek topshiriqlaringizni tekshirishingiz va ularni birgalikda bajarish mumkinmi, yo'qmi, ko'rishingiz mumkin. Avval ko'rganimizdek, men Game Grab rejimida 60 zarar yetkazish orqali bir vaqtning o'zida 2 topshiriqni bajara oldim. Xo'sh, men buni aqlli o'ynash deb atayman. 1 soat o'ynab, 2 soat o'ynagan odamdek samarali bo'lishingiz mumkin. Oldinga siljish uchun esa albatta jamoa bo'lib o'ynashingiz shart emas. Barcha o'yinlaringizni butunlay yolg'iz o'ynashingiz mumkin. Agar ko'p kubok yutmoqchi bo'lsangiz, unda jamoa bo'lib o'ynash muhim bo'lib qoladi. Lekin sizning holatingizda siz free to play o'yinchisiz, oldinga siljishni xohlaysiz va bu yo'lda butunlay yolg'iz, jamoadoshlarsiz ham borishingiz mumkin. Balki o'ylayotgandirsizki, ba'zi hollarda g'alaba qozonish uchun jamoa bo'lish muhim, chunki odatda tasodifiy o'yinchilar unchalik kuchli bo'lmaydi. Bu borada siz bilan to'liq roziman. Lekin oldinga siljish maqsadida aniqki sizga jamoadoshlar kerak emas. Egoingizni chepga suring va yutqazishni qabul qiling. Hatto bu jamoadoshlaringiz sabab bo'lsa ham. Juda yomon. Hech bo'lmaganda siz o'ynashga qaror qildingiz, harakat qildingiz va eng muhimi, o'zingizni rivojlantirdingiz. O'yin boshlashdan oldin jamoadosh kutadigan odamga nisbatan. O'sha odam esa faqat vaqtini bekorga sarflaydi va bir joyda aylanib yuraveradi. Brawl Stars o'yinida pul to'lamasdan rivojlanish uchun bu unchalik murakkab emas. O'ynash kerak. Shuning uchun o'ynang va yana o'ynang. Vaqt o'tishi bilan albatta yaxshilanib borasiz va yangi brawlerlarni ochasiz. Bu yerda ham 4-maslahat o'z kuchini yo'qotmaydi. Aqlli o'ynang. Brawler tanlash vaqti kelganda siz tanlov oldida turasiz. Sizda 2 yoki hatto 3 brawlerdan birini ochish imkoniyati bo'ladi. Ana shunda sizga aqlli qaror qabul qilish kerak bo'ladi. Eng yaxshi biladigan yoki eng top yoqadigan brawlerni tanlang. Masalan, agar Tich bilan deyarli hech qachon o'ynamasligingizni bilsangiz, uni tanlamasligingiz kerak. Tanlovlaringizni o'z xohishingiz va eng asosiysi brawlerning kuchiga qarab qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda boshqa brawlerga nisbatan ancha kuchli brawlerni ochish imkoniyati bo'lsa, albatta o'sha brawlerni tanlashingiz kerak. Qaysi brawler kuchliroq ekanini aniqlash faqat sizning ixtiyoringizda. Buning uchun o'yinni yaxshi bilishingiz kerak. Shuning uchun Brawl Stars yangiliklari va o'yinda nimalar bo'layotganidan doim xabardor bo'ling. Agar hozir biror brawler boshqasidan kuchliroq bo'lsa, o'shani tanlang.
Bu juda ham oddiy. Brawl Stars yangiliklarini kuzatib borish yoki videolarini tomosha qilish orqali siz o'yin haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz va bu sizga brawlerlaringiz, gadjetlaringiz, yulduz kuchlaringiz va jihozlaringiz bo'yicha eng yaxshi tanlov qilishda yordam beradi. Avval aytib o'tganimizdek, katta xato: yangi chiqqan brawlerni tanlamang. Hamma gapirayotgan brawlerni o'ynashga juda ham qiziqib qolishingiz mumkin, lekin bu sizga xuddi shu toifadagi boshqa brawlerga qaraganda ancha qimmatga tushishi mumkin. Masalan, bu yerda yangi chiqqan brawler 1900 kredit turadi, lekin agar siz Mortisni tanlasangiz, uni atigi 950 kreditga, ya'ni chegirma tufayli yarim narxiga olishingiz mumkin. Sizning kreditlaringiz haqiqatan ham qimmatli valyuta hisoblanadi. O'yinda ko'proq brawlerlarni ochganingizdan keyin ham 4-chi maslahat aqlli o'ynash hali ham amal qiladi. Lekin buning uchun birinchi maslahatga ham amal qilishingiz kerak. Faol bo'lib turing. O'yin davomida taraqqiyotingizni osonlashtiradigan ko'plab imkoniyatlar bo'ladi. Masalan, yaqinda o'yindagi barcha ustaliklar 2 baravar bo'ldi va aynan shunday paytda siz bu voqeani topib, undan maksimal darajada foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Iloji boricha ko'proq o'ynang, ustaliklaringizni oshiring va afsonaviy brawlerlar bilan o'ynang. Chunki barcha ustaliklar 2 baravar bo'layotgan paytda, agar afsonaviy brawlerlar bilan o'ynasangiz, mukofotlarni ancha ko'p va tezroq olasiz. Odatda, har bir g'alaba uchun 65 ustalik ochkosi olsangiz, bu vaqtinchalik tadbirda 130 ochko olishingiz mumkin. Shuning uchun, bu imkoniyatdan albatta foydalanib qolishingiz kerak. Va ana shunday noyob va vaqtinchalik tadbirlarda sizga ustuvorliklarni belgilash kerak bo'ladi. Bunday noyob tadbir bo'layotgan paytda siz ko'p vaqtingizni o'yinda rivojlanishingizga yordam bermaydigan do'stona janglarda xarita tuzishga sarflamaysiz. Tadbir davomida imkon qadar ko'proq o'yin o'ynaysiz va shu orqali o'zingiz uchun ustuvorliklarni belgilaysiz. Bu esa aslida o'yinda rivojlanish uchun juda muhim nuqta. O'zingiz uchun maqsadlar qo'yishingiz kerak bo'ladi. Nima muhim? Men nimaga erishmoqchiman? Masalan, siz barcha brawlerlaringizni 20 yoki 25 darajaga olib chiqishni maqsad qilib qo'yishingiz mumkin va aytishim mumkinki, agar hammasini boshidan boshlasangiz, bu sizdan ancha vaqt oladi. Masalan, siz bir nechta brawlerni 25 darajaga olib chiqmaguningizcha, birortasini ham 30 darajaga olib chiqa olmaysiz. Siz juda qiyin qiynalasiz. Bu sizdan juda ko'p vaqt oladi va siz faqat bitta brawler bilan rivojlanasiz. Qolganlari esa, to'g'risini aytganda, juda yomon bo'lasiz. Faqat bitta brawlerni juda yaxshi o'ynashdan ko'ra, hammasini o'rtacha darajada o'ynay olganingiz yaxshiroq. Shuni ham aytib o'tish kerakki, siz o'zingizni zavqlantirishingiz ham muhim. Agar, masalan, sizga Star Tube yoqsa, unda o'zingizga maqsad qilib, Star Tube'da o'ynab, ma'lum bir bosqichga chiqishni belgilashingiz mumkin. Siz eng yaxshi narxni ham olishingiz mumkin. Men ayniqsa afsonaviy yulduz tomchisi haqida o'ylayapman. O'zingizga ustuvorliklar va eng asosiysi sizga qiziqarli va yoqimli bo'lgan maqsadlarni belgilang. Agar ular sizga o'yinda rivojlanishga yordam bersa, bizning Star Tube misolimizda siz ma'lum bir bosqichdan oshmasligingiz kerak, chunki undan keyin hammasi juda murakkablashadi va vaqtingizni to'g'ri ishlatmay qo'yasiz. Natijada siz ko'p soatlaringizni, masalan, afsonaviy darajaga chiqishga harakat qilib behuda sarflaysiz, lekin bu darajaga yetmasligingiz ham mumkin va mukofotni ham olmaysiz. Ehtimol siz bu juda qiyin maqsad sari intilishdan zavq olarsiz, lekin o'zingizga shuni ham aytishingiz mumkin. Xuddi shunday zavqni boshqa rejimlarda o'ynab ham olasiz, ular ham qiziqarli va aslida mukofot ham beradi. Siz chin dildan tushunishingiz kerakki, o'zingizni majburlamasligingiz kerak. Imkonsiz narsalarni qilishga urinmang. Avval erishish mumkin bo'lgan narsalarga e'tibor qarating va juda murakkab narsalarga bormang. Ba'zan maqsadlaringizni vaqtincha to'xtatib turishingizga ham to'g'ri kelishi mumkin. Agar uddalay olmasangiz, bu ham normal holat. Faqat o'zingizga vaqt bering. Ustuvorliklarga ega bo'lish ham tanlov qilishni anglatadi. Shuning uchun tanlovlaringizni va jangchilaringizni o'yinga qarab moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu juda oddiy narsa, lekin masalan, agar Brawl Starsda juda yaxshi ishlaydigan trenddagi kompozitsiya bo'lsa yoki yaqinda Ricochet yoki Colonel Ruff uchun chiqqan mutatsiyalar kabi juda kuchli bo'lganlar bo'lsa, ana shunday jangchilarga ustuvorlik berib o'ynash kerak. Masalan, men Colonel Ruffning har tomonda sakraydigan va juda kuchli bo'lgan mutatsiyasidan foydalandim va uni 500 kubokdan 950 kubokgacha ko'tardim. Shunchaki janjalchi juda kuchli bo'lganligi sababli siz undan tezda foydalanishingiz kerak. Bu asosan aqlli o'ynashga ham bog'liq. Shu tarzda men ustaliklar bo'yicha juda ko'p mukofotlarni ochdim, chunki yutish juda oson edi. O'zingizga maqsadlar qo'ying, ustuvorliklaringizni qayta ko'rib chiqing va eng asosiysi, o'yin jarayonidan zavqlaning. Agar o'yindan zavqlanmasangiz, rivojlanishning ham foydasi yo'q va tez orada ko'rasizki, agar o'zingizga yoqmasa, taraqqiyotingiz to'xtab qoladi. O'yinda qancha ko'proq zavqlansangiz, shuncha samaraliroq bo'lasiz. Bu esa sizga maqsadlaringizni yanada yuqoriga surishga imkon beradi.
Siz ko'proq va uzoqroq o'ynaysiz va taraqqiyotingiz oson yoki hech bo'lmaganda yoqimli tuyuladi, chunki o'yinda zavqlanayotgan bo'lasiz. Mening holatimda ayrim o'yin rejimlari menga juda yoqadi, shuning uchun men ularni ko'proq o'ynayman. Va oxir-oqibat yigilgan o'yin vaqtim butun Brawl Passni to'liq tugatishimga va ko'plab qo'shimcha yulduzli tomchilarni ochishimga imkon berdi. Albatta, bu maslahat sizda bo'sh vaqtingiz bo'lsa amal qiladi. Agar jadvalingiz zich bo'lsa, bunday qilmang. Qanday bo'lmasin, taslim bo'lmang. O'yinda taraqqiyot qilish vaqt olishi mumkin, lekin men bergan maslahatlarni bajarsangiz, bunga oson erishasiz va o'ylagandan ham tezroq oldinga siljishingizni ko'rasiz. Faol bo'ling, resurslaringizni ehtiyotkorlik bilan boshqaring. O'zingizga maqsad va ustuvorliklar belgilang, shunda akkauntingiz tez orada maksimal darajaga chiqadi. Shu bilan umid qilamanki, video sizga yoqdi. Meni qo'llab-quvvatlash uchun katta like bosishni va hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Shu bilan bu Frezi edi, keyingi videoda ko'rishguncha